Ko'rayotganingiz Nurlan Muarapning pul muomala munbiri. Salom ko'pchilik, kelganlarni qarshi olamiz. O'tgan hafta pul muomalat munbirida yoki pul muomalasida qanday ishlar yuz berdi, kelgusi bir haftada qanday ishlar yuz bermoqchi. Biz qaysi jihatda to'g'ri qildik, qaysi jihatda xato qildik. Agarda butun bozor yuz bersa biz qanday yana tayyorlanishimiz kerak degan masala ustida biz qisqacha bir to'xtalib o'tamiz. Oldi bilan biz doim ko'rdiğimiz SP 500'deki aldı. Qarasak Dow Jones, Nasdaq, SP 500'nin hamısı düşüklük. Endi biz oldi bilan 500 qaraylı. 500'nin əməli əhvalı. 500'nin əməli əhvalı qarasak hazır 500 oldun qapda chiqib yana tushib ketdi. Demak, hozir pek muhim o'rinda turadi. Yana bir jihatda aytganda 4100 atrofida tutib qola olamdi dedi o'tgan hafta. Tahlil qilib, agar tutib qolamsa astiq tushdi deb tahlil qildik. Demak, bu ustiga chiqib naq astiq tushish boshladi. Demak, bu bir xil signal. Endi buni qanday muqimlashtiramiz degan vaqtda buni muqimlashtirish uchun oldindan biz Nasdaqni ko'rishimiz kerak. Nasdaq Futures. Nasdaqda bu bir qadar iniqroq bo'lib chiqqan. Qaraydigan bo'lsak, bu haftalik bizga kundalik. Har bir siziq bir hikoya, har bir siziq bir ma'noni bildirdi. Agarda bu mundaq sizda bir har xil siziq bo'ldi, o'zingizning ko'z qarashi o'xshama holatda har xil sizsangiz bo'ladi. Demak, nemishqa Nasdaqda mayoq chiqib tushib ketdi, demak, mana shu siz ustidagi bisib turgan sizning sababdan tushib ketdi. Endi qarasak o'tgan haftaning 4 haftaning 5 ustiga chiqqan bo'lsa-mu, garchi tushib ketib qoldi. Bu marketdagi, yana bozordagi bir qo'rqinch sifatlaydi. Sitilish yuz berdi. Unda bo'lsa bu nega boradi degan bo'lsak, bu davomli turda astiq tushamdi, tushmaydi deganini bildiramiz. Hozir 13100 da haqiqatan bir kuchli bo'lgan trap turish kuchi bor. Agar bu trap turish kuchini tushib ketsa, bu nega boradi? Bu davomli turda tuvan qarab mang'udi. Sizlar bilan bir jadval bor. Shuni bir ko'rib baqaylik. Bu jadval qanday deganda, bu oldingi 87-yildan boshlab hozirga qadar bo'lgan barliq mushu bozorda yuz bergan, yana bearish deymiz, bozor tushish yuz bergan yoki bo'lmasa iyiq bozor demdik. Buni xuddim qanday tarjima qilishni. Shuni kasat bozor deylik. Kasat bozorda yuz bergan ahvollarni tizimlagan ahvol. Buni qarasak, umumiy holatda 42% holatda bozor tushish yuz beribdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qitim yuz bergan tarixda, ammo qitim 8-inchisi bo'ldi agar davomli yuz bersa. Odatda Nasdaq 20% tushish bo'lsa, eng yuqoridan tuvangi 20% tushish bo'lsa, buni biz o'zini tuzatdi deymiz. Inglizcha correction bo'ldi. 20 dan ishib ketsa, bu correction bo'lmay qoladi. Bu bear market bo'ldi. Ya'ni kasat bozor bo'ldi. Qarab yuzlangan bo'ldi. Shunlashqa hozir bu Nasdaq ahvoli qanday degan vaqtda Nasdaqning ahvoli bizda ham bir chart bor deb o'ylayman. To'xtanglar. Yana birisini topolmay qo'ydim. Mana izlab boqay. Nasdaq. Okay, Nasdaq. All right. Found it. Topdik. Demak, hozir Nasdaq eng yuqoridan tortib, mana Nasdaqga eng yuqoridan tortib tuvangacha, ya'ni bu siziqcha bo'lgan holda naq 20% tushish yuz berdi. Endi odamning ansirtig'ini ham qiziqarli shuki 20% dan tushib ketib, yana 22% qilib yana ustiga chiqib ketdi. Endi bo'lsa, yana bu 20% yana ustiga chiqish bor. Demak, hozir mana 20% holatda tushishdan o'zini tutib qolamdi degan gap bor. Tutib qolamasa, demak bu biz correction, bozor o'zini tuzishdan chap-chap bozorga yo'qmasa kasat bozor qilib uzdindi degan gap.
Bu biz özümüz davagı narsa emas, tarixdan buyanqı shakllangan statistika asosida chiqqan narsa. Şoňlaşqa bizniki burun tadqiq qilishimiz bo'yicha aytganda SP500 ni davomli turda tushdi deb tahlil qilgandik. Bizning mavi tahlilimiz to'g'ri chiqdi. Dastlabda 4100 chiqdi. Ondan keyin chiqib XPS bo'lib, ustiga chiqib yana chiqdi deylik. Qolgan biz uqmaymiz deylik. Ondan keyin yana bir tahlilimizda bo'lsa, bizningki yana bir tahlilimizda bu az deganda 3800 ga tushdi deylik. Yana hozirgi 3800 38 ming. Haqiqatda 3800 38 ming. 3700 4200 unda olgandan keyin men xato deb qo'yibman. 3800 bo'ldi. Men 1 nol chiqib ketibdi. Ayni vaqt yozgan jihoz o'tibman. Demak, sen nima demoqchi degan vaqtda asosliq bizningki ko'z qarashimiz hozir bozor tuvan qarab yuzinishga boshladi. Yana buni muqarrarlashtirgan yana bir narsa oldin qapti. Juma kuni yana bozorda chiqib bo'lgandan keyin tushish bo'ldi. Bu nimani ifodalaydi degan vaqtda chiqib bo'lgandan keyin tushgandan keyin bu haqdagi bir xil qo'rqinchni ifodalashdan bir vaqtda kelgusidagi bozorga tuvanlashni tayyorlik holatda haqsiz etib bordi qo'rqinchda. Endi har xil odam har xil tadqiq qildi va bu yerda kimning gapini anglash bilamay qoldiganlar bor. Buni siz amal bor hamma odamning gapini ko'rib biqib, anglab biqib, o'zingiz tahlil qilib, o'zingiz qaror chiqarishingiz kerak. Kim xato, kim to'g'ri buni ufq bo'la olmaydi. Lekin bizning tahlilimiz bo'yicha aytganda, allaqachon Nasdaq tuvan tushib tayyorlab bo'ldi. Agar bu tuvan tushib ketdi, 20% tuvan tushib ketdi, unda bo'lsa SP500 nima bu tuvan tatib etishdi degan gap. Hozir holatda SP500 tehi bear market kirmadi. Agar Nasdaq kirib ketsa, buni tatib etish ehtimolligi u muqarrarlik. Okay, onda bo'lsa biz oldin qapda qaysi narsalarni, qaysi stoklarni biz tahlil qilgandik, qaysi to'g'ri chiqdi, qaysi xato chiqdi degan vaqtda biz men sizlarga chipchas ko'rsatay. Bu Barrick Gold, yana dunyodagi eng chong oltin ishlab chiqaradigan shirkatlarning birisi Kanadaninki. Biz buni tahlil qilgan vaqtimiz 2022 yil 2-oyning 13. Shu chaqda bizning tahlilimiz bo'yicha bu $25 chiqdi degan to'q. Gold $25. Shundami? Unda bo'lsa bu nari chiqdi? Chiqdimi, chiqmadi? Biz gold future kiribdik. Gold Barrick Gold. Unda bo'lsa biz qaraydan bo'lsak, Barrick Goldniki eng yuqori holati $25 chiqdimi, chiqmadimi? Qarasak, eng yuqori holati $26 chiqibdi. $26 chiqib tushib ketdi. Demak, bizning tahlilimiz to'g'ri chiqdi degan gap. Barrick Goldda bizningki tahlillarimiz bo'lib emas, biz burma buni bu shirkatni davomli turda tahlil qilib kelayotgan. Yana bir tahlilimiz nima degan vaqtda bu bizning 2021 yil 6-oyda tahlil qilganimiz Barrick Gold. Shu vaqtda $20 deb bizningki tushdi degan vaqtimiz 16 dan 15 ga tushdi deylik. Bak tushib ketsa 16 dan sal tuvan tushdi, bo'lmasa 16 yarib tushdi deylik. Demak, bizning qaytimiz bo'yicha aytgan vaqtda biz $17 dan boshlab ilishimiz kerak. Chunki buning bo'lgan ko'z qarash, oltin bo'lgan ishonch yuqoriroq holatda. Shunda bo'lgandan undaq talab kuchli bo'lgan paychaklarga biz azroq qo'shitimiz. 16,5 dan boshlab ilish kerak. Unda bo'lsa, amaliyotda qancha tushdi deb ko'rib olsak bo'ldi. Amaliyotda bo'lsa, biz daily qaraylik. Eng tuvan vaqtda 17 dan 20 ga tushibdi. 17, 26. Demak, biz yaqinlashdik degan gap. Endi hozir holat bo'lsa 25 chiqdi degandik, 25 chiqdi. Endi yana birisi bizning kuzatuvimiz ham biz bevosita burunlarda o'zimiz ilib sotganimiz bo'lsa AG bu kumush ishlab chiqaradigan bir mining company deymiz. AG bizningki kuzatishimizda to'xtanglar, hozir AG ni men topay. Okay. AG biz buni 2021 yili 11-oyning 10 tahlil qilgan vaqtimiz. Biz qanday qildik degan vaqtda biz buni mayaqda bir setib oldik.
$11,20 taraf setib aldık o deyman. Andaki yuqori chiqqanda $14 setib etdik. Çünkü bizning ishonchimiz $10 tushdi deylik. Yani bu mesela $10 bilan $9.5 tushdi deylik. Andan keyin muayyan chiqdi $15 deylik. Unda bo'lsa amaliyot qilmaymiz bizadi. Amaliyotda qaraydan bo'lsak, bu rastilla biz degandek 14.47 tushib ketdi. Eng töveni 9.125 tushdi. Bizning tahlil qilganimiz bo'lsa 9.15 bilan 9.15 dan 10'ga tushdi deylik. Demak, bu shu holatga tushdi. Andan keyin 15 ga chiqdimi? Qarab baqaylik. Bu holatda yana $15 chiqdi. $14 chiqibdi. 15 chiqmagan bo'lsa $14 chiqibdi. Demak, endi bu chiqishgan tamshilotdi. Demek bizning tahlillarimiz ma'lumman deyotganda mantiqiy ega. Biz faqat xolgancha berib, bu bir paychakni ko'rib bilan biz tahlil qilmaymiz. Biz buni uzun muddat qo'g'lab yurib, tahlil qilib, uning xarakterini tushunib, andan keyin tahlil qilamiz. Asosi bilan tahlil qilamiz. Ba'zi mana bir paychaklar bor, es qilsanglar, bu baklam qayda ra'y qilganlar bor, qayda ra'y qilmaydiganlar bor. Qayda ra'y qilganlarni biz ilib setib qilsak, foydamiz bakrak cho'ngroq bo'ladi. Andan keyin biz dastlabda bir penny stock ne deb o'tgandik. Penny stockda biz qaysi vaqtda deganda 3.15, 3.20 vaqtida olamiz degandik. Shu chog'da 3.37 ga chiqdi, yoki 4 chiqdi, undan keyin 5 ga chiqish ehtimoli yuqori degandik. Lekin biz buni sizlarga tavsiya qilmadik, chunki buningdagi xatar ko'proq. Xatar ko'pni biz tavsiya qilmaymiz asosan. Unda o'g'andan keyin bizning tahlilimiz bormi deganda bizning tahlilimiz mana. Bizning tahlilimiz 2021-yil 3-oyning 31 hattoki. Biz buni ko'p qitim ilib satdik. Shu chog'da $3.20 de 2.55 tushdi. Andan keyin yuqori qarab bir 5 chiqdi. 5 chiqib tushib yana 6 chiqish mumkin degan bir tahlil qilgandik. Unda bo'lsa 2.55 tushdimi deganni qarab baqaylik. 2.55 naq qarsak 2.75, miya qarsak 2.50, 2.65, 64 tushdi. Andan keyin hozir 5 chiqdi. Demak 100% agar bir şey oladigan bo'lsak, har qaysimiz. Demak 5 satsak bu 100% paydo degan gap. 3 oyning ichida. Demak bizningki ma'lum mantiqda aytganda bizning tahlil qilishimiz to'g'ri chiqyotdi. Xato chiqildi bormi? Albatta bor. Chunki biz hemen to'g'ri qilib ketsak, bu yerda sizlarga so'zlab o'tirishning hojati yo'q. Biz bu o'g'ilish jarayonida. Biz degandik, Google'da 2800 tushdi, bek tushib ketsa 2600 tushdi degandik. Amaliyotda bu 2600 da o'tib 2500 ga tushdi. Andan keyin egizpaslik bor. Hozir biz mayaqda kelgan vaqtda Google'ni burun olgan bo'lsak, bu yerda setib o'tdik, azroq ziyoniga 2800 deyilib 2600 setib o'tdik. Qancha talaqalamiz o'zimizga uni deyishning hojati yo'q. Chunki bu kasbda qancha aldingiz, uni demaymiz, faqat bahoni deymiz, persent deymiz. Unda bo'lgandan keyin qolganini aniq deyishning hojati yo'q. Biz bilib setib o'tdik, unda bo'lgandan keyin tushib qarab bizdan deydi. Demak, bu yana musholatga kelishi ehtimolli qilsa yuqoriroq. Unda bo'lsa, agar bozor tushib qolsa, biz qanday qilmaymiz degan gap bor. Bozor tushib qolsa, qanday holatda o'zingizni bir o'rlashtirishingiz kerak degan gap bor. Bozor tushib qolsa, sizning qo'lingizda az deganda hozir 30%, 50% gacha naq pul bo'lishi kerak. Shunga biz hozir o'zimizni 50% naq pulga qaytarib keldik. Agar bozor tushib qolsa, biz o'zimiz kuzatayotgan, biz o'zimiz olmoqchi bo'lgan bir qism stoklar deymiz, yoki pachiklar biz shularni olamiz. Agarda siz option o'ynay olsangiz, albatta option o'ynash eng muhim, eng yaxshi ishlarning birisi. Men 3 oy burun bizning guruhda egasish boshlagan. Option olayli, option o'ynashga tayyorlanayli, endi buniki put yana tushishga uzun deb, lekin hech kimning qari olmadi. Albatta, hammaning ko'z qarashi o'xshamaydi. O'xshash bilishning hojati yo'q. Hozir yana bir ish nima degan vaqtda gold oltinninki oltinning features'i bu yerda nima ish bo'ldi degan vaqtda oltin yuqori qarab chiqib ketdi. Yana qaysi vaqtda 2.11 boshlab yuqori qarab chiqqan. Davomli turda hozir eng yuqorisi chiqdi. Endi mayoq qarsak, bu sal o'zini tutilishi o'zlandi. Endi bu qanday bo'ldi degan vaqtda qarasak, oltin naq mishiya keldi. Ikki tarafga chiqdi. Endi bizning tahlilimiz asoslanganda